Bizni Andijon viloyati yoshlar teatri jamoasi kunduzsiz kechalar spektakli, ya'ni Jadid bobomiz Cho'lpon haqidagi spektaklni xalqimizga taqdim etish maqsadida tayyorgarlik ko'rib turibdilar. Bugun Abdulhamid Sulaymonovich Cho'lpon obrazini yaratamiz. Xudo xolasa tomoshabinlar o'z baho beradi. Juda katta farq bor aka. Hozir birinchi ijro etganimdan hozirgacha sayqallashdi obrazim. Cho'lponni dardini his qilishni boshladim. Sen yozuvchi. Bu dunyo hamisha bizni yo'rg'imizga yurmaydi. Shunda ko'ngil bilan emas, ko'zni chirkib aql bilan ish qilmoqqa to'g'ri keladi. Cho'lpon o'zidan kechirgan kechirmalarda, ichki kechirmalarda, ichki monolog deyiladi. Shularni his qilishni boshladim. Cho'lponni dardi bilan yashashni boshladim. Men Soliha obrazidaman. Ya'ni Cho'lponni ayoli, sadoqatli, vafoli, ziyoli ayolni ijro etaman. Qanchalik og'ir bo'lsa ham Hozirgi zamondagi o'zbek ayollari bilan o'sha zamondagi o'zbek ayollarini hech qanaqa farqi yo'q. Chunki o'zbek ayollari har doim oilasi uchun, farzandlari uchun fidoyilik ko'rsatib kelgan. Ham oqila, men o'zbek ayollarini hech bir zamonda bir-biridan ajrata olmayman. men rais ayol ijro etaman, xudo xolasa. Rais ayol, boshqaruvchi ayol, qattiqqo'l ayol. Sovet Ittifoqi Oliy Kengashining deputati Nasriddinova Yadgara Sadiqovnaga esa. Albatta ijro etadigan rolim mana men ijro etadigan Botu obrazi shu Cho'lponni eng yaxshi ko'rgan shogirdlardan bittasi bo'ladi, lekin hamilyon odam bo'ladi. Boshida tomoshabin meni yaxshi ko'rib qoladi. Voy, eng ishongan shogirdlardan bittasi ekan. Shu inson hamisha yonida yurar ekan deb o'ylashadi. Cho'lpon yangi davr dushmani. Keyingi sahnalarga borib turib tomoshabin menga nafrat ko'zi bilan qara boshlaydi. Shuni yanada zo'r qilib ijro qilib berish bugun maqsad qilganman. Yana tomoshabinlarda har doim kelib menga qog'oz otishi, har xil narsalarni otib yomon ko'rishlari yana bugun bo'ladi deb o'ylayman. Bu o'zi tomoshabin nimadir uloqtirsa, demak ijro yaxshi bo'lgan deb. Spektakl oldida ekan. Abdulhamid Cho'lponning shogirdi Oybek rolini ijro qilaman. Oybek haqiqiy sofdil inson bo'lgan, ustozligi qilayotgan ishlarini biladi. Hammasi ularga ustozlar qilayotgan ishlarini ham biladigan, anaqa bo'ladi, lekin hech qachon ustozga xiyonat qilmaydi. Chunki yo'ldan ozdirmoqchi bo'ladi botular. Lekin yo'ldan ozmasdan ustoz uchun doim ustozim deydigan shogirdi bo'ladi. Eng sevimli shogirdlardan biri bo'ladi. Va ularga beruvchi, men jazo beruvchi odamman. O'sha paytdagi cheka bo'lsa kerak, endi chekistlar deyilgan. Mana shu jadidchilarni olib kirib, ustiga tuhmatlarni yozdirib, boshqa qilib yozdirib o'zlari birovga buni ustidan o'zlari olib kelib bularni yo'q qilish maqsadi bo'lgan. Mana shu obrazni iloji boricha ana shu jadidni bobolarimizni qanchalik qiynalganligini men ularni qiynash jarayonimda ko'rsatib bera olsam, xalqqa ozgina bo'ladi, yaqin bo'ladi menimcha. Keyin ko'zini oldiga kelishi mumkin-da, shunaqa qiyinchiliklar ko'rgan ekan deb. Shuni ustida ishlayapman. Men ijro etadigan obraz endi Cho'lpon do'sti bo'lib tursa keyin sal yo'g'i bo'lgandan keyin Cho'lponga qarshi bo'lib, Ustini menga bersangiz, yaxshi kunlarga asrab qo'yardim do'stim. Albatta. So'nggi vaqtda bu xatolarni o'zim ham tushundim. Bilgani yo'q. hamilyon odam endi bir nima deydi? Odam baribir yo umri davomida yaxshilikka intilishi kerak. Birovga yomonlik qilib, o'zini o'ylab hech narsaga erisha olmaydi. Xo'p, mana Cho'lponni sotgani bilan o'zi ham qotilib ketdi, u ham xo'rlandi, do'stlik sotgani bilan u hech narsa qildi. Endi asosan bir xil bo'ladi-yu, lekin boshqacha his-hayajon bilan olinadi. Har bir tomoshabin, har doimgi tomoshabin bir xil bo'lavermaydi. Siz ham bu yerda uzoq qolmang. Tezroq Moskvaga keting. Shuning uchun
Biz endi sharoitga qarab imkoniyatimiz darajasida harakat qilamiz. O'zi bilan Afg'onistonga olib ketayotgan 100 arava oltin Ko'shel otryadiga qo'lga tushdi. O'sha tarixda bo'lgan voqea, o'sha Buxorodan olib ketilgan butun Olimxonni, o'sha Amir Olimxonni boyliklari-yu, u boyliklar xalqqa qaytib kelmaganiyu, shu haqiqatku tarixiy haqiqat bu. Buni iloji boricha bari aktyorimiz bo'rttirishga harakat qilamiz. Qator bahslar bor. Ayni Cho'lpon ijodining mafhumi. Meni rolim bu asarda hozir endi bitta aktrisamiz kasal bo'lib qolganligi uchun o'rniga komissar ayol roliga chiqib ketyapti. Albatta qiyin, oson emas, lekin harakat qilamizda, chunki tajriba bor-u. Xudo xolisa. Ishonamiz. Alloh o'zi qo'llab-quvvatlasin. Ba'zilar adabiyot faqat adabiyot uchun deb da'vo qilmoqdalar. To'g'ri. Buning uchun bizda Ayinning Cho'lpon ijodi haqidagi maqolasi yuzasidan qator bahslar bo'lib o'tdi. Men o'ylaymanki, bu spektaklimiz doimgidek o'z muxlislarini lol qoldiradigan umiddamiz. Judayam yoqdi. Meni ancha-muncha odam yig'latarmasdi. Men faqat yig'ladim bugun. Cho'lponda shunday bunday odam borligini bilib o'qiymiz, lekin hayotda ko'rmaza qildim. Men faqat yig'ladim, lekin jonli ko'rish boshqacha. Ko'rdik Cho'lpon bobomizni shunaqa texnikada yashaganlarni biz his qildik. Rahmat. Agar biz imkoniyatimiz, bizni shansimiz bo'lganda Cho'lponga O'zbekiston xalq artisti unvoni bergan bo'lardi. Ma'naviy ozuqa bo'ldi. Qisman yarami yangiladi. O'sha zamonga tushgandek bo'ldik. Shunaqa zo'r tasvirlar berdi. 10-11 sinflarga qo'yib bersa maktablarda zo'r bo'ladi. Spektakl men tarixga qaytadan borib keldim. Ana shularning ichida bo'lgandek bo'lib ko'zimga yoshlar kelib ketdi-da. Endi qilgan mehnatimiz rohat. Unga teng keladigan narsa. Bitta olqish tomoshabin shunga o'rnidan turib bizni olqishlaganda hamma qiyinchiligimiz, qiynalgan, zahmat chekkan kunlarimiz esimizdan chiqib ketadi. Lekin bu mehnatimiz kam. Har bir o'zbek ayolini qon-qoniga singdigan fidoyilik, jonkuyarlik, sadoqat degan narsalarni o'zlariga oyna qilib ko'rsatdi xolos.